Men ismim Nodiraxon. Men Baliqchi tumanidan kelganman. Yoshim 60 da, Xudo xolasa. Biz mana shu Ismiz klinikasiga keldik. Bu yerda sharoitlar juda ham yaxshi qarashdi bizga. Bular sanitarka xodimlaridan ham, medsestralardan, vrachimiz Akbaralidan ham juda ham mamnunmiz. Biz juda ham yaxshi shifo topdik deb o'ylayman. Yaxshi bo'ldi, Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Bularga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bular bu ishlarida muvaffaqiyatlar tilaymiz. Bundan ham yaxshi muvaffaqiyatlarga erishishda biz tilakdoshmiz. Yaxshimiz, Xudoga shukr. Ancha bizga foydasi bo'ldi. Bu davolanish mobaynida biz yaxshi muolajalar oldik. Sharoitlari ham yaxshi. Ko'pchilikni bu yerga kelishini tavsiya qilamiz. Rahmat hammanglarga, rahmat.